Bahor. Bahora. Voy, keldingizmi? Ha, xayoling qayerda? Voy, charchaman shekilli. Bugun qanaqa kunligini bilasan? Yo'q. Bugun oying tug'ilgan kunlari. Bilasan-a? Shuning uchun hozir oyingni uyiga boramiz. Tushundingmi? Borsangiz boravering. Hay. Hozir men sovg'a olib kelgunimcha sen kiyinib tayyor turgin. Boramiz. Tushundingmi? Boramiz. Siz bilasizmi? Onam meni qanaqa qattiq xafa qilganini? Uydan haydab yuborganidan xabaringiz bor-ku. Qani bu yoqqa o'tirchi. Ota-ona va jigarlardan kechilmaydi. Alloh taolo ota-onani bizga tanlab bergan. U o'yinchoq emaski, xohlagan paytida o'ynab, ko'rib, qarab, bizga to'g'ri kelmadi deb irg'itib Hozir men sovg'a olib kelgunimcha tayyor turing. Tushundingmi? Boramiz. Ana, sening kelarmikan? Rosa oldida xijolatdaman-de. Keladi. Ko'nglim sezyapti. Axir men onaman. Lekin opamni juda ham qattiq xafa qilib qo'ydik-da. Menga oson deb o'ylaysanmi, qizim? Barmog'imni bunisini tishlasam ham og'riydi, bunisini tishlasam ham og'riydi. Kirgim kelmayapti. Bahora. Mani desang. Xo'p degan, yur. Oyog'im tortmayapti. Yur. Agarda o'shanda men opangni haydamaganimda, eri bilan yarashmas edi. Ikkita gulday jiyaning yetim bo'lardi. Eri xotin g'ururi balandlik qilib, oila buzilib ketar edi. Agarda men uni shunaqa qattiqroq turtib-turtkilaganimda, u bugun eri bilan baxtli bo'lmasdi. To'g'ri, u mendan xafa, lekin vaqtlar o'tib, men to'g'ri qilganimni u albatta tushunadi. U mendan hozir xafa bo'lsa ham, men u uchun har doim yaxshilik so'rab Allohdan duo qilaman. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib, onam. Mehribonim onam, beazorim onam.